Parijda noto'g'ri non uchun qamalishingiz mumkin. Fransuzlar uchun non o'ta jiddiy masala. O'zimizda ham nonni aziz ko'ramiz va milliy taomlarimiz bor. Toshkentda bitta mastamani deb chorvaga boramiz ayi. Mana hozir xuddi shunaqa kasallik bilan Parijga keldim. Bu Parijdagi bodomli krosant. Bunaqa mazali krosantni hayotda yemaganman. Fransuzlarning bunaqa shirin pishiriqlari va mazali noni siri nimada? Bunga asosiy sabab ularning qonunida ekan. O'tgan asrlarda agar baget fransuzcha nondan boshqacha non pishirsangiz, qamoqqa tiqishgan ekan. Lekin 1993-yilda qamoq jazosini olib tashlab, sal yengillashtirishgan. Unga ko'ra, agar bug'doy uni, suv, tuz va xamirturushdan boshqa narsa solsangiz yoki mahsulotlarni yaxlatib keyin ishlatsangiz, katta jarimaga tortilasiz. Tasavvur qiling, har bir mahsulot tabiiy bo'lishi kerak va non sotilayotgan joyda novvoyxona bo'lib, u yoqda pishirilishi shart. Fransiyaga bitta non yeyish uchun kelish arziydi, lekin ertaga suvosti poyezd